Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yana bitta ikkita pechkamizni tojikistonlik mijozlarimiz kelgan ekan, chiqarib yuboryapmiz. Boshqacha mana uyning ichida turadi, bizga qopqonlarni ham qilib bering degan edi. Mana atrabonni ham umuman hidi chiqmaydigan qilib chiroyli qilib yasab berdik. Kraskamiz ham o'chmaydigan kraska, 1200 gradusgacha chidaydigan. Kraskasi o'chib ketadi, kraska sepmanglar deganlar bor ekan. Bitta 1200 gradusda ham o'chmaydi bu kraskamiz. Bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab mavjud. Abbosxon Craftga obuna bo'lib qo'yganlarga kelishtirib beramiz. Asqonchalarigacha